Ot yilida tug'ilganlarning 4 ta sirli xislati. Siz ot yilida tug'ilganmisiz? Unda tayyor turing. Hozir o'zingiz haqingizda hayratlanarli faktlarni bilib olasiz. Birinchi fakt to'xtovsiz energiya. Birinchi navbatda bu insonlar haqiqiy energizer. Agar atrofingizda hamma charchab, uxlab qolganda ham kimdir ishini davom ettirayotgan bo'lsa, bilingki, u ot yilida tug'ilgan. Ular charchoq nimaligini bilishmaydi. Ikkinchi fakt erkinlik qushi. Ularni qafasga solib bo'lmaydi. Otlar erkinlik ramzi. Buyruq berganingizni sezishsa, darrov dup-dup qilib uzoqlashib ketishadi. Ularga faqat do'stona maslahat berish mumkin. Uchinchi fakt qiziqqonlik. Diqqat, otlar juda mehribon, lekin jahli chiqsa yaxshisi chetga qoching. Ularning tepishlari, ya'ni so'zlari qattiq tegishi mumkin, ammo tezda sovutishadi va adolatni tiklashadi. To'rtinchi fakt to'g'ri so'zlik. Ulardan yolg'on kutmang. Nima o'ylayotgan bo'lsa, shartta yuzingizga aytishadi. Ba'zan bu qo'pol tuyulsa-da, lekin ular eng ishonchli do'stlardir. Xulosa bitta, ot yildagilarni to'xtatib bo'lmaydi. Ularning energiyasi yuqumli, shijoati esa cheksiz. Agar siz ham shu burch vakili bo'lsangiz, videoga like bosing va safimizda qanchaligimizni ko'rsatib qo'ying. Yangi yilingiz bilan!